Assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa Qashqadaryolik akamizni yuklarni yuklab oldik. Bu yoqda lisalarni ham bo'ldi. Endi ichi qorong'ulik qilyapti. Bu yoqda aravachalari, karetalar, apalovkalar hammasini yuklab berdik. Chiroyli holatda. Turbalari ham 1.7 tenkada. Apalovkamizda listlarni halolliklari 2 listlardan orqasiga kapalaklar qo'yib tayyorlaganmiz. Bularni ham guruhimizga qo'shilib olsalang, bularni ham orqalarini qanaqangi holatda bo'ladi, qanaqangi tayyorlanadi, hammasini ko'rsatib berib ketamiz. Bu yoqda tayyorotlar. Kimgadir bunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda hamma narsamiz bor. Salomat bo'lasizlar.